Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ecma'in amma ba'du. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Cemaat bilan o'qilingan xufton namozlarimizni Alloh dargohida qabul aylasin. Allohim bosib kelgan qadamlarimizni o'zini huzurida darajatlarimizni ko'tarishligiga sabab qilib, keyingi qadamlarimizni hayoti dunyoda insoniylik nuqtai nazari bilan qilib qo'ygan sahu xatolarimizga Alloh kaforat qilgan bo'lsin. Umrimizni oxirgi nafasigacha Alloh buyurganidek va'bud robbaka hatta ya'tiyakal yaqin, Robbingga ro'para bo'lguncha ibodat qilgin degan oyati bor. Shu baxtni hammamizga nasib qilsin Parvardigor. Hazrat shayximizning kitoblaridan Adabul Mufratning 16-bobiga kelgan ekanmiz. Ota-onaning yig'isi to'g'risida bitta hadis kelgan ekan. Taysala roziyallohu anhudan rivoyat qilingan. Bismillahirrohmanirrohim. U kishi Taysala roziyallohu anhu Ibn Umar roziyallohu anhuning ota-onani yig'latish, ularga oq bo'lish va gunohi kabiralardandir deganini eshitgan ekanlar. Sharhida aytadilar. Demak, noto'g'ri muomalami, gap so'zmi yoki qandaydir xatti harakatmi oqibatida farzand ota-onaning yig'lashiga sabab bo'lsa oq bo'lgan sanaladi. Ya'ni ulkan gunoh sodir qilgan bo'ladi. Shuning uchun har bir mu'min musulmon farzand zinhor va zinhor ota-onasini xafa qilmasligi va ularning ko'ziga yosh kelishiga sabab bo'lib qolmaslikka tirishmog'i, harakat qilmog'i, urinmog'i lozim ekan. Bu yerda 3 ta narsani aytyapti. Ya'ni muomalada farzand ota-onaga muomala qilayotgan paytda qo'rslik bilan, qo'pollik bilan bunaqalar ko'p. Mani ishimga aralashmang, aqlingiz yetmaydi degan gapni gapirayotgan, yoinki dovushini gapirayotganda ota-onani dovushidan baland qilib, zarda yoki bir do'q ma'nosida ularni o'sha ishga aralashmasligiga nimaiki qilsa qilyapti, harakat qilyaptiki, shunaqa muomala qilsam menga nima, meni nima ishim bor deb keyingi muomalada menga tanbeh bermaydi, meni bu ishimga aralashmaydi degan mazmunda qo'pol muomala qiladi. U muomala yuzasidan bo'lsa ham o'sha do'q qilib gapirsa, agar shu muomala qilganda ham farzandni shu muomalasidan ota-onani dili og'rib, ko'ziga yosh olsa, tamom ish. Mana shu narsa sodir bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom qaytargan narsa sodir bo'ldimi, oq bo'ladi va gunohi kabira qilgan bo'ladi deyapti. Ikkita, bittasi oq bo'lishlik, ya'ni avvalgi suhbatimizda ham aytdik, 9 ta toifa xonadonga Allohning farishtalari kirmasligi va u toifalardan bittasi farzand oq qilingan xonadonga farishtalar umuman kirmas ekan. Bu hozirgi yoshlar o'ylagandagidek ota-onaga qilinadigan muomala agar shunchaki bo'lganda, bizni tasavvurimizdagi yengil-yelpi nazar bo'lganda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana bu gaplarni birma-bir alohida etmagan bo'lardilar. Ota-onani yig'latgan farzand oq qildim, sani mani sandaka bolam yo'q, mani ota dema, mani ona dema demasa ham u shart emas ekan, shu yig'lasa bo'ldi deganlar. Farzandga oq. Endi bu farzand o'zimizda ishlaydimi, Qozoqqa borib ishlaydimi, Rossiyaga borib ishlaydimi, Amerikaga borib ishlaydimi, qayerga borsa boraversin, ishlaversin. Pul qidirib dunyo topaman deb yuraversin. Sarsoni chiqmasdan qolmaydi, 1-2 bo'lmasdan qolmaydi. Ya'ni haligi boridan kapangado bo'lmasdan iloji yo'q. Chunki Allohning va'dasi shu. Ikki toifa inson ishlamasin deganlar, hukamolar, biri ota-onani xizmatini qilgan, ota-onani rozi qilib qo'ygan, xizmatini qilib duosini olib qo'ygan, farzand ishlamasin. Ishlamasa ham ota-onani duosini olganligi uchun, uni rozi qilganligi uchun,
Ular undan rozi bo'lganligi uchun xonadonida topganida fayz barakot bo'ladi, umri uzoq bo'ladi. Ota-onasiga qilingan xizmatlar to farzandlardan qaytmaguncha uni Xudo taolo jonini olmaydi. Va o'sha xizmatni farzandlardan ko'rmaguncha 10 barobar, 100 barobar ko'rmaguncha dunyodan o'tkazmaydi deganlar. Ikkinchisi, birinchisi ya'ni muomalada ota-onaga qo'pollik qilib, gap so'zlar qiladigan yoki xatti harakat oqibatida, xatti harakat bir qo'l bilan yoki bir amalida o'sha qilib yurgan amali ota-onani ko'chadan la'nat kelib yoki etbeklarda bolangni qara, shunaqa bola ham o'stirasanmi, mana shunaqa gaplar bilan kelib ota-onani dili og'rib, ko'zga yosh kelsa desa, hozirgi kunda, mana shu kunda menga 2 kun yo 3 kun bo'ldi shikoyat 20 yoshdagi yoki yoqdagi yigit otasiga pichoq bilan tahdid qilyapti. Pichoq bilan o'ldirish. Ota yig'lamayapti, lekin qalb tamom bo'lgan. Endi erkak kishi darrov ko'z yosh qilmaydi-ku xotinlarga o'xshab. Erkak kishi yig'lamayapti xolos, lekin qalbi vayron bo'lgan, farzandini shu xatti harakatdan tamom bo'lgan. Endi ayollar kelyapti, farzandidan shikoyat boshladi deguncha ko'ziga yosh olyapti. O'g'lim mana undaq qilyapti, o'g'lim mana undaq qilyapti. Bularga shu ikkita, birinchisi oq bo'lishlik, ikkinchisi gunohi kabira, ya'ni kechirilishlikka deyarli umid yo'q bo'lgan gunohlardan namoyi amalga yoziladi. Tarixni ko'ring. Janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam onalari Omina onamizdan 5 yoshlarda ajraganlar. Deyarli onani bag'rida katta bo'lmaganlar. 4 yoshlarigacha Halima onamni tarbiyalarda Ummu Sa'd Banu Sa'dda katta bo'lganlar. Ko'ksilari yorilish sababidan xavotirga qolgan Halima onamiz Omina onamizga topshirganlar. Onalari Omina onamiz farzandlari 5 yoshlik paytlarda Madinadan tog'alarini ziyoratini qildirib kelayotgan joylarda Avmo degan joyda dunyodan o'tganlar Halima onamiz. Tamom, onani boshqa ko'rmaganlar. Ana shu boqqan 4 yil katta qilib tarbiya qilgan Halima onamiz Janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Madinada turgan paytlarida Banu Sa'ddan Halima onamiz Rasulullohning huzurlariga kelganlar. Emizgan onalari kelganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'sha emizgan onalarini hujra-i saodatga kirayotganlarida ham payg'ambar alayhisalom ichkarida bo'lsalar, o'rnilaridan turib, ridolarini, to'nlarini solib, emizgan onalarni o'tkazar ekanlar. Halima onamiz tashqariga chiqadigan bo'lsalar ham Rasululloh sollallohu alayhi va sallam onalarini hurmatlari uchun emizgan o'rnilaridan turib kuzatar ekan. Afsus bizlarda mana shu narsa yo'q. Bemalol oyog'i uzatib yotaveramiz, ota kirib kelaveradi, bu yoqdan ona kirib kelaveradi, bir hurmat yuzasidan turib qo'yish odobi yo'q. Ana u bemazhablar nima dedi? Endi bu vujudingga sabab bo'lgan bo'lsa, ota-onang ham siydik yo'lidan kelgan bir inson bo'lsa, bularga turishlik shirk deyapti. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni hayotda o'zlarini emizgan onalariga qilgan hurmatlarini shirk deb ayblayapti. Rasululloh mushrikmidilar? Payg'ambar bo'lmaslardan yoshliklarda shirk qilmagan, shirkka, ya'ni haykalga na ibodat qilmagan, na itoat qilmagan, na ular oldida tiz cho'kmagan. Nima payg'ambar alayhisalom mushrik bo'lganmilar bu buni? Mana unda qilib farzandlarni, ota-onani hurmatini keyingi darajaga qo'yishlik bilan ularni bag'ridan sug'urib oldi. O'shaning uchun hozir ko'pgina farzandlar, men o'z quloqim bilan eshitganlarim bor, ota-onam yaxshi, lekin shu mushrik kofirdi deyapti. Nimaga kofir? Sen ota-onam namoz o'qimaydi, kofirlikda ayblayapti. Ota-onani kufr, kofirsan deyapti. Nimaga? Sof e'tiqoddan adashganligi uchun. Shundan ustozlarimiz madrasada aytardilarki, farzand kim bo'lishdan qat'iy nazar ota-onaga oq bo'lmaguncha vahobiy bo'lmaydi dedilar.
Ota-onaga oq bo'ladi, o'shani kasofatiga Xudoy taolo uni to'g'ri yo'ldan, hidoyatdan adashtiradi, zalolat yo'liga boshlaydi, dirdilar. O'shani isbotini hayotda juda ko'p ko'ryapmiz ana shu narsa. Hammasi o'shalar ota-onaga bepisand, na hurmatini joyiga qo'yadi, na e'zozini joyiga qo'ymaydigan farzandlar aynan mana shu yo'llarda bir tiyinga olmaydi ota-ona. Yana har qanday holatda farzand nima qilsa qilsin ota-onani ko'zidan yosh oqizmaslikka harakat qilish kerak. Nima bilan? Xatolar bilan, gunoh ishlar bilan, har xil malomatlar bilan. Endi ota-onada bir xususiyat borki, masalan, farzandini kamolini ko'rsa yig'lash odati bor, xursandchilikdan yig'laydi. U unga mustasno, bunga aralashmaydi bu. Bundan boshqa narsa bu. Kamolini, baxtini ko'rib, o'sha bolasini bir mavqega yoki bir aliginga yetishganiga bir darajalarga erishganini ko'rib xursandchilikdan ko'z yosh kelsa, u bundan mustasno. Bu yerda aytilayotgan gap o'sha biror bir muomalada qo'pollik qilib, gap so'z bilan yoki xatti harakati bilan, xato-harakatlar bilan ota-onani ko'ziga yosh kelishiga sabab bo'lgan farzand tamom. Bitta hadis kelgan ekan. Keyingi bob 17-bob ekan. Shundan ham bitta narsani o'qib beramiz. Qolganini Xudo xolasa ertaga davom ettiramiz. Inshaalloh Alloh nasib qilsa. 17-bob ota-onaning duosi haqida. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam 3 duo darhol qabul bo'ladi. Ularda hech qanday shak shubha yo'qdir degan ekanlar. Payg'ambar alayhisolatu vassalomning gaplari nima edi? Vahiy edi. Va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha oyati hujjat. Rasululloh o'zlarini nafslaridan birorta bir gap gapirmaganlar. Nimaniki gapirgan bo'lsa deyapti Alloh taolo, u bizni vahiyimizni gapirgan deyapti. Alloh taolo aytayapti Qur'oni Karimda. Bekorchi gap gapirmaganlar Rasululloh. Hammasi o'sha Alloh taolodan vahiy yoki qalblarga ilhom bilan aytilgan so'zlar. Hammasi ummatni najoti uchun, jannatga kirishligi uchun, jahannamdan qutulishlik uchun gapirilgan gaplar. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qilgan hazillarni tagida ham haqiqat bo'lgan. Bir tarbiya bo'lgan. Hamma harakatlarida, hazillarida ham haqiqat bo'lgan. Shunchaki haligi hammani kuldirish yoki boshqa qilish, masxaravozlik qilmaganlar. Hazillarda birovning ustidan kulish bo'lmaganlar. Hammasida haqiqat bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana aytayaptiki, 3 duo darhol qabul bo'ladi, ularda hech qanday shak shubha yo'qdir deyapti. Qabul bo'lishligi hech qanaqa shak shubha yo'q. Birinchisi, duosi qabul bo'ladigan zotlardan bittasi mazlumning duosi deyapti. Mazlum, ya'ni birovdan zulm ko'rgan. Birovga zulm qildi, nohaqlikdan zulm qildi. O'sha insonda shu ayib yoki bir narsa yo'q, lekin zulm, bir ta'zirini berish uchunmi yoki uni bir uyaltirish uchunmi yoki uni mazax qilish, xullas bir nohaqlik qilyapti. Qilmagan ishini qilding deyapti. Aytmagan gapini aytding deyapti. Bechora kelin kelib o'tiribdi boya. Yig'lab 3 yil eri bilan er-xotinlik munosabatlari bo'lmagan. Sabr qilgan 3 yil. Hozir bunaqalar kam. Bir oyda to'g'rilab qo'yadi. Yerni boshidan baloni yog'dirib, masalan. Endi mana 4-yili bitta farzandga homilador bo'ldim. Uydagi urush janjallar, qaynonamning tuhmatlari sababidan bolamdan ayrilib qoldim, tushib qoldi deyapti. Yana ikkinchisiga homilador bo'ldim. Endi qaynonam mana shu homilamdagi bolani meni bolamdan emas deb ayib qo'yyapti deydi. Sen shu qilganmisan? Desam yo'q. O'ylab gapirgin. Balki qaynonangga tuhmat tursam, yo'q, men bu ish qilmaganman. Hech kim bilan hech qachon bu narsa bo'lmagan. Mana shu aynan zulmmash. Hozir bunaqa qaynonalar ham hech narsadan toymayapti-da, hech narsadan toyayotgani yo'q. Farzandini oilasini buzish uchun, kelinga haydash uchun hech narsadan toymayotgan qaynonalar bor. Mana shu narsa tushadi o'sha. Shu zulm ko'rdimi, ya'ni nohaqlikka uchradimi? Agar qo'lini dargohga ko'tarib bu yerda namozxon bo'lsa degan gap yo'q, ro'zador yo taqvodor bo'lsa degan gap yo'q. Kim bo'lmasin,
Hatto mazlum kofir bo'lsa ham duosini ijobat qilaman degan. Kofir Xudoni yo'q deydi o'zi. Umuman e'tiqodi buzuq, Xudo yo'q deydi. Lekin zulm ko'rdi. O'sha mazlum holatda dargohga agar qo'lini ko'tarsa, shunikini ham ijobat qilaman degan zot, bu yerda qalbida iymoni bor, Xudo bir, Xudo bitta, Xudo bor deb turgan insonni duosini qabul qilmaydimi? Dargohga qo'lini ko'tarib so'radi, Rasululloh hech qanday shubha yo'q, bu duoni ijobat bo'lishiga deyapti, tamom qiladi. Zolimni tamom qiladi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, tepadagi lavozim egasi bo'lmaydimi? Dunyoni bor boyligini, xazinasini kaliti shunda bo'lmaydimi? Dunyodagi eng qudrat, quvvat egasi bo'lmaydimi? Agar mazlum, agar zolim o'shandan zulm ko'rib qo'lini otsa, tamom. Kim bo'lishdan qat'iy nazar Xudo burnini yerga ishqalaydi. Shundan Sa'di Sheroziy aytadilarki, agar o'rmonga kirsang deyapti, o'rmonga kirsang, bulbullarni, qushlarni xonishidan, sayrashidan jam mazza qilib yuravermagin deydi. Voy mazza ekan, voy mana bu havoni mana bu mazza qilib yuravermagin, sal xushyorroq bo'lib yurgin. Sen o'sha mazza qilib yayrab dam olib yurgan o'rmonda seni tilka pora qiladigan sherlar ham bor, o'shalardan hazir bo'lgin deydi. Buni aytmoqchilarki, agar sen bir insonga zulm qilmoqchi bo'lsang, buni zo'ri ham yo'q, buni zari ham yo'q, nima qilsam qilaveramanda demagin, uni qalbida xudosi bor, seni tilka pora qiladi degan. Yuzlab misollar bor. Yuzlab, qancha insonlarni ko'rdik, karillagan ustalarni ishlatgan, mana ustalar o'rtatdi, Alloh rozi bo'lsin, halol mehnat qilaman deb uy joyini tashab, bola chaqani tashab shu yerda yuribdi. Qanchasini pulini bermasdan ishchi qivoladi-da, ishga ozgina qolganda bitta kamchiligini topadi, haydaydi. U bechoralar necha oy ishladi. Pulini bir nechtasiga aralashganmiz. Qo'lidan kelganini qilsin. Xudo shunaqa qo'lidan keladigan ishini qilib qo'ydi, shular xor bo'lib ketdi mana shu insonlar. Arzimagan yilda xor bo'lib ketdi. O'sha nohaqlikdan birovni mehnat kuchini evaziga solgan uylarni, qurgan uylarni sotib qarzlariga to'ladi, muammosiga to'ladi mana shular. Shundan bu narsani yengil sanash kerak emas, birovga zulm qilish oson. Lekin Allohdan keladigan bu mazlumni himoyachisi, mazlumni homiysi bo'lgan Allohdan keladigan sinovga chidab beradigan, turib beradigan inson yo'q dunyoda. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Shundan birovga zulm qilayotganda uni haqiqatda nohaq ekanligini bilsa, uni o'sha zahoti qaytsin ekan. Tavbasini qilsin ekan. Kerak bo'lsa kechirimini so'rasin ekan. Zulmning lug'aviy ma'nosi Hazrat aytadilar. Zulmning lug'aviy ma'nosi biror narsani o'z o'rnidan boshqa yerga qo'yishni bildiradi. Demak, birovga zulm bo'lsa, u odam nohaq jabr chekadi. Jabr chekmasligi kerak edi. O'shanday holatga duchor bo'lgani uchun Alloh taolo u bandaning duosini qabul bo'ladigan holatga keltirib qo'yadi. Nima uchun zulm qiladi? Zolimlar nima uchun zulm qiladi? O'sha nazar pisandga ilmaydi-da. Bu ish narsa qo'lidan kelmaydi deydi. Qo'lingdan kelganingni qil deydi. Payg'ambar alayhisolatu vassalomni Makkadalik davrlarida bir yigit keldi. Iymonsiz bir yigit keldi. Qurayshdan bir keldi. Makka mushriklari o'tiruvdi, zodagonlari, "Menda Abu Jahl dedi, molimni pulini bermayapti. Shunga kimga uchrassam bo'ladi? Kim yordam beradi menga bu borada?" dedi. Ularni qarang hiylasini. "Sen dedi, men Muhammadga borgin dedi, Muhammad sendan Abu Jahldagi molingni olib beradi" dedi. Maqsad Abu Jahl bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni urushtirmoqchi edi. Shu molini. "Seni nima ishing bor? Qani qayerda ko'rding? Meni buni molini olganimmi? Ko'rganmisan? Tepamda turuvdingmi?" degan narsalardan kavlashtirib urushtirmoqchi bo'l maqsadida bor Muhammadga borgin dedi. Muhammad senga olib beradi. Borib Rasulullohni qidirib topdilar. Borni aytdi. "Ya Muhammad dedi, mana shu Abu Jahl meni molimni olgan, pulini beraman degan, pulimni bermayapti" dedi. "Yurman bilan." Rasululloh yur dedilar. Abu Jahlning eshigini bor, eshigini taqillatdi. Abu Jahl shundoq qarasa Rasululloh turibdi. Yugurib keldi. "Nima gap? Nima? Muhammad nima gap? Mana bu yigitdan molini olganmiding?" "Olgan edim." "Pulini bermabsan-a?"
bermadim, qachon hozir beraman deb yugurib, endi haligi mushriklar uni ketidan qidirib kelgan. Bu Abu Jahl bilan Rasulullohni bir urushtirib, Rasulullohni bir so'kishini eshitdik haligi kelgan. Umuman 180 gradus teskari vaziyat bo'ldi-da. Kutgan narsasi bo'lmadi. Olib chiqib berdi. Yugurib mana. Oldingmi hammasini sanab ketdi. Haligilar qanaqa odamsan Abu Jahl dedi. Nima bunaqa muomala qilding? Shunaqa ham qo'rqasanmi? Muhammadni ikkita yonida ikki xil rivoyat kelgan, ikkita sher turuvdi deydi. Yoki ikkita tuya turuvdi. Agar shuni qarzini bermasam, meni tilka pora qiladigan darajada vajohat bilan turuvdi. Ana shu sherlarning hujumidan qutulishimni olib chiqib berdim. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mo'jizalari. Mo'jiza, buni inkor qilib bo'lmaydi. Bu bo'lgan voqea. Lekin bu holat endi mo'jiza to'xtagan bo'lgan bilan, lekin Alloh taborak va taoloning va'dasi shuki, u davri qiyomatgacha bo'ladigan narsa, zolim mazlumga zulm qilsa, albatta uni yonida Alloh turadi. O'ylamasin, men buni undoq qilaraman, mundoq qilaraman. O'sha undoq qilaraman, mundoq qilaraman deganlarni o'zi allaqachon o'shandoq bo'lib ketgan. Undan oldin o'zi bo'lib ketgan. Chunki uni himoyasi bor, Alloh bor. Demak, mazlumlardan duo so'rash va ularning duoibatiga qolmaslik uchun harakat qilish kerak ekan. Masalan, o'sha zulmga uchragan insonlar bor dunyoda. Birovdan nohaqlikda zulmga uchrab yuribdimi? Ana shulardan ham duo olib qolish kerak ekan, kerak bo'lsa, g'animat bilib. Sizni boshingizda ancha zulm turibdi, ancha zulm ko'rgansiz, hozir boshingizda shunaqa muammo. Mana shu holatingizda meni bir duo qiling deb hojat istagingizni so'rasangiz, o'sha duosi ijobat ekan. Illo duoibatini olishdan saqlanish kerak ekan. Hozir o'sha tarozidan uriyotganlar, masalan, yoki hozir tadbirkorlar chiqdi-yu, kameralarga olib nar yoqqa tashiyotganlar, padiznaklarni. Bu ham zulm bu. Bu aynan zulm bu. Bundan hazır bo'lish kerak, bundan ehtiyot bo'lish kerak. Chunki mayli jarima miqdori qancha bo'lishidan qat'iy nazar kelgan odam duo qilmayapti-da shularni. Topganingga baraka bersin, ishingga rivoj bersin demayapti-da, la'natlayapti, padaringga la'nat deyapti. O'sha ham zulm bu. Nohaqlikdan qilinyapti bu narsalar. Mazlum bo'lgin, zolim bo'lmagin deydi hukamolar. Mazlum bo'l, mayli qancha bo'lsang mazlum bo'laver, zulm ko'raver, lekin zolim bo'lmagin, birovga zulm qiladigan bo'lmagin deganlar. Inshaalloh qolgan ikkita shu duo ijobat bo'ladigan ikkitasini ertaga Xudo xolasa suhbatimizda davom etamiz. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin. Ya robbil alamin. Bu aytilgan masalalarga, aytilgan hadis-i shariflarga amal qilishligimizni Alloh nasib qilgin. Mazlum qilgin, zolim qilmagin. Qalblarga xursandchilik ulashadigan qilgin, qalblarni vayron qiladigan qilmagin. Ibrohim ibn Adham haligi lavozimga o'ch, yuqori mansablarga o'ch bir shogirdlarigami, xizmatkorlariga aytgan ekanki, bosh bo'lmagin, dum bo'lgin degan ekan. Dum bo'lgin, bosh bo'lmagin degan ekanlar. Qiziqmagin deganda endi. Bu narsalarga qiziqmagin degan. Agar bir jonliqni so'ymoqchi bo'lsa, uni dumidan so'ymaydi, boshidan so'yadi deganlar. Shuning uchun bosh bo'lmagin deganlar. Parvardigor mayli kim bo'lmaslik, kim bo'lishimizdan qat'iy nazar musulmon bo'laylik, taqvodor musulmon bo'laylik, halol pokiza, Xudo yaxshi ko'radigan bandalardan bo'laylik. Xatolar ko'p, juda ham ko'p xatolarimiz, Alloh tavba qildik. Tavbalarimizni qabul qilgin. Qolgan umrimizni chin ixlosda, ibodatda, san rozi bo'ladigan amallarda bardavom bo'lishligimizni nasib qilgin. Allohim mana shu tunlar, mana shu kechalar, shu jamoat hurmatidan, mana shu jamoatimizdan o'tib, dunyodan o'tib, hozir bu ko'tarilib turgan qo'llarga mushtoq bo'lib turgan
qancha azizlar bor, otalar bor, onalar, jigarlar, ahli ayol, gulday farzandlar bor. Parvardigor mana qabristonda yotgan barcha marhum jamoatimizdan duo talabida turgan, xosatan mana kitoblarini samarasini o'qiyapmiz, mahsulini ko'ryapmiz, foydalanyapmiz. Shayx hazratlarini Xudoyo o'zing rahmatu mag'firatingga olib oxiratlarni obod, yotgan manzillarni jannat bog'chalaridan qilgin. Jamoatimizda hozir bo'lib turgan yoshi ulug' otalarimizni Xudo keksaliklarda o'zing mehribonlari bugun keksalikni, ojizliklardan, har xil dard, kasalliklardan o'zing hifz-i himoyatingda saqlagin, o'zingdan o'zgaga muhtoj qilmagin. Baxtimizga uzoq yillar xonadonlarda, yurtimiz, jamoatimizda duogo'ylarimiz bo'lib yurishlarni nasib aylagin. Mana har xil sohada mehnat qilayotgan, davlat ishlarida, tijorat, savdolarda, bozorlarda xizmat qilayotgan, ustachilik qilayotgan birodarlarimiz bor. Hammalarini topganlarga Xudoyim harakotlariga barakot bergin, zakot beradigan boylardan qilib, qanchalari dilida orzu qilib turibdi. Ota-onamni umralarga, hajlarga olib borsam edi, agar halol pul topsam sunnatga muvofiq halol to'ylar qilaman degan, agar halol rizq bersa bir yaxshi mashina olaman, yaxshi uylar qilaman degan orzu niyatlari bor. Allohim shularni so'raganlarni berib o'rgin Parvardigor. Birovdan kam qilmagin. Allohim o'zing yetim yesirlarni boshini silaydigan saxovatli boylardan qilib o'rgin. Mana musofirlarimiz bor, qancha Allohim musofirlarda o'zing qiyinchiliklardan asragin, birovga muhtoj bo'lib qolishdan asragin. Allohim yurtimizga tinchlik, xotirjamlikni bergin. Mana bu virus balolarni Allohim ko'targin. Mana dehqonlarimiz dalalarda paxta yig'im terimlarini boshladi. Ular erta bahordan mehnat qilib, chang yutib, loy changallab mehnat qildi. Allohim xirmonlariga barakot bergin. Xudo topganlari yaxshi kunlarga, halol to'ylarga nasib qilgin, zakot, hajlarga nasib qilgin. Parvardigori qarzdor bandalaring bor, ularni qarzlariga o'zing yordam bergin, mushkullarni o'zing oson qilgin, g'azinay g'aybingdan haqqul ablarni o'zing yetkazgin. Allohim safarda yurganlar bor, safarlardan o'zing salomat hozir qilgin. Qancha homilador opa-singil, qiz kelinlarimiz bor, hammalariga Xudo oq yo'l berib, Xudo ikkala jonni salomat saqlab, bag'irlariga salomat boshligini Alloh nasib qilgin. Hazrat domlamni ham, G'oybulloh qorakamni ham darlariga shifo bergin. Allohim uzoq jamoatlarimizda bosh bo'lsinlar. Mana shu masjidda xizmat qilayotgan, masjid xodimlarini ham qilayotgan xizmatlarda o'zing madadkor bo'lgin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqi Muhammadin va alihi vashabihi ajmain. Bi rahmatika ya arhamar rohimin. Tushlarimizda Habibingni ko'rib, duolarini olishlik, yuzlarini ko'rishlik nasib bo'lsin Parvardigor. Allohu akbar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.